Qanday qilganda namozda dunyoviy xiyollarning iskanjisidan qutulib, namozni xushu bilan o'qig'ili bo'ladi? Islom savol javoblari to'ridagi 223305 nomerlik savol. Uyg'ur islom to'ri tarjima qilib tarqatdi. Barcha hamdu sana Allohga xosdir. Musulmon namozga turganda o'zining eng ulug' zot Alloh taolaning huzurida turayotganligini va Allohning o'zini namozda qanday turishga buyurganligini esida ching tutish kerak. Alloma Ibn Qayyim Allah onunğa rahmet qilg'ay bu xususda mundaq deydi. Har qandaq banda ikki o'rinda, ya'ni namozda va qiyomat kuni mahshargohda Allohning huzurida turadi. Kimki birinchi o'rinda, ya'ni namozda xushu, ayminish bilan tursa, qiyomatdagi turish uningga oson qilinadi. Kim namozda xushyoqmaslik, yerinchaklik bilan turadi ekan, qiyomatdagi turish uningga taslashtiriladi. Favoid 200-batdan elindi. Shuning uchun musulmon namoz o'qiyotganda namozga aloqasiz har qandaq narsani xiyol qilmasdan bütün diqqatini namazga merkezleştirishi, Allah Taalaga tövənçilik, təvazu göstəriş kerak. İnşallah tövəndiki çağrılar orqali bu maqsadga yetish mumkin. Birinchi, namoz o'qiyotganda o'zining hammadan ulug', katta Alloh Taolaning huzurida turayotganligini esda tutish kerak. Ikkinchi, Alloh Taolaning o'zini ko'rib turadiganligini, bo'libmi namoz o'qiyotganda o'ziga qaraydiganligini esda tutish kerak. Uchinchi, Alloh Taolaning o'zining ulug'liq, mukammalligiga loyiq ravishda namoz o'qiyotgan bandasining oldida turadiganligini esda tutish kerak. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdullah ibn Umardan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidning qibla tarafidagi temada balg'amni ko'rib, uni elevatdi va sizlardan biringlar namoz o'qiyotganda oldi tarafga tukurmasin, chunki u namoz o'qiyotganda Alloh taolo uning oldida bo'ladi degan. Sahihul Buxoriy 406-nomerlik hadis va Sahihul Muslim 547-nomerlik hadis. 5. Namozni imkon qadar mukammal o'qishga, uning savobidan hech narsaning kamlab ketmasligiga erisman bo'lish kerak. Imom Ahmad rahimahulloh Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Bir kishi namozdan qaytidi-yu, o'qigan namozining savobidan faqat 10dan biri, 9dan biri, 8dan biri, 7dan biri, 6dan biri, 5dan biri, 4'ten biri, 3'ten biri yoki yarmi qiladi. Musnad Ahmad 18915 nomerlik hadis. Shayx Albani rahimahulloh Sahihul Jami 1626 nomerlik hadisda hasan deb baholagan. 6. Namozda o'qiladigan suralar va zikrlarning ma'nosi haqida tafakkur qilish kerak. Chunki bu namozda diqqatni yig'ib, xushu hosil qilishning eng muhim choralaridan biri. Biz Uyg'ur musulmonlarga nisbatan texmi shundoq. 7. Namoz o'qiladigan joyda kishining diqqatini tortadigan surat, naqish, shavqin-suran bo'libmi harom, chirkin naqsh muzikalar bo'lmasligi kerak. 8. Namozda mayli qalb, mayli ko'z bo'lsin, qalaymaqan harakat qilmaslik kerak. Imom Buxoriy rahimahulloh Oysha onamizning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan namozda uyan bu yonga qarashning hukmi to'g'riliq so'rab edim. Bu shaytonning kishining namozidan o'g'irlashidir dedi. Sahihul Buxoriy 751-nomerlik hadis. Yana bir hadisda banda namozda uyoq bu yoqqa qarmayli tursa, Alloh uningga yuzlanib turadi. Shunga namozda uyoq bu yoqqa qarma deyilgan. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Shayx Albani Sahihul Jami 1724-nomerlik hadisda sahih deb baholagan. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: namozda uyoq bu yoqqa qarash ikki turlikdir. Birinchisi, qalbning boshqa xiyollar bilan mashg'ul bo'lib, Alloh subhanahu va taoloni unutishi. Ikkinchisi, ko'zning uyoq bu yoqqa qarashi. Bu ikkilisi cheklangan. Banda namozda diqqatini yig'ib tursa, Alloh uningga yuzlanib turadi. Ammo bandaning xiyoli boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lsa yoki ko'zi uyoq bu yoqlarga qarasa, Allohmi uningdan burilib ketadi. Al-Wabilus Sayyib 20-bat. 9. Banda namozda o'limni eslashi va shu orqali vidolashish namozini o'qiyotgandek, ya'ni shu namozi o'zining eng oxirgi namozi bo'lib qoladigandek hissiyotga kelish kerak. Ilami Musnadul Firdavsda Anas roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Namoz o'qiganda o'lim nasla, chunki birov namozda o'lim naslasa, namozni komil o'qishga tirishadi. Eng oxirgi namozni o'qiyotgan odamdek namoz o'qi. Seni keyin afu so'rashga majbur qiladigan ishlardan saqlan. Hafiz Shavkani rahimahulloh Al-Maqasidul Hasanahda hasan deb baholagan. Shayx Albani rahimahulloh Sahihul Jami 849-nomerlik hadisda hasan deb baholagan. Agar inson yuqorqilarni vujudga chiqara olsa, inshaalloh namozda hech narsa uning diqqatini chacholmaydi va shu orqali uning diqqati namozga markazlashib, namoz uning uchun katta huzurga aylanadi.
u har zamon namoz o'qishga intilib turadigan bo'ladi. Agar namoz o'quvchi arab bo'lmasa, shundaqla namozda o'qiladigan surlarning, zikrlarning ma'nosini bilmasa, u namozni tushunib turib o'qib, savobni to'liq qo'lga keltirish uchun mushlarning ma'nosini bilib olish maqsadida toqatning yetishicha arabcha o'rganish kerak. Alloh eng yaxshi bilguchidir. O'zingiz va boshqalarning ikki dunyolik saodati uchun tarqatib qo'yishni unutmang.